Turk pochchaligi O'zbekistonning go'zalligini ko'rsatish uchun o'zimizni Shveysariyaga Zominga yo'l oldik. Ertalab vohli oldida yo'lga chiqdik. Oradan 3 soatlar o'tib Jizzaxga yaqinlashganimizda ovqatlanishga kirib, mazali supchik bilan shashlik yeb oldik. Zavtrakka zo'r ketdi. Yo'l yursak ham mo'l yurib Jizzaxga yetib keldik. Birinchi bo'lib suv omborini ko'rdik. Erim bo'lsalar shunaqa suv ko'rishlari bilan oyoqlarini suvga tiqib oldilar. Yuzlaridan ma'lum mazza qilayotganlari. Xullas, shuncha uzoq joyga kelishimizga arzirmikan deb o'ylab ketdim to'g'risi. Lekin shu kanatga chiqqanimdan keyin fikrim o'zgardi. Bekorga odamlar uzoq joylardan kelishmas ekan, arzirkan rostdan ham. Biz ham oilaviy chiqdik. Ukam ozgina ishlari bo'lgani uchun kelolmadi afsuski. Bu yerda bo'lsa qaynaniki rasmga tushamiz deb o'ylashibdi. Yangi qurilgan oynali ko'prikka chiqmadim. Odam juda ham ko'p edi shuning uchun, lekin zipline ga chiqishga to'g'risini aytsam ozgina qo'rqdim. Uyga qaytishda bo'lsa, qozon patirdan master klassni ko'rib, issiqqina patir ustiga tamashni sariyog' qo'yib berishdi. Mazza qilib yeb oldik. Toshkentimizga yo'l oldik. Xullas, turk pochchaligi va bizaga juda ham yoqdi. Bormaganlar bo'lsa, tavsiya qilaman, albatta borib ko'ringlar. Bizaga bo'lsa shunaqa maroqli tur tashkillashtirib bergan avokado turga alohida rahmat. Yana bitta maslahat, agar yosh bolalaringlar bo'lsa, alohida joy olinglar. Yo'l ozgina uzoq bo'lgani uchun bolalar bilan mazza qilib bemalol borib kelasizlar. Xullas, O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Hammanglarga prosmotr uchun kattakon rahmat.